Assalomu alaykum do'stlar, Jahon konsaltingga xush kelibsizlar. Bugun bizada qo'shnidosh harflarimizni o'tamiz, qolgan harflarni. Hop, bizada birinchi aytib o'tadigan narsam nima? Bizada xo'sh, darslarimiz Jahon konsalting orqali yozib borilyapti. Ya'ni Telegramda bizani Jahon konsalting deb yozsanglar chiqadi. Mana shu kanal orqali boryapti va a'zo bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Tekin darslarimiz agar sizlarga qanaqadir pulli darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Jahon konsaltingga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hop, bizada bugungi harflarimiz ko'ramiz. Undosh harflar bo'ladi. Ya'ni undosh harflarni bugun o'tamiz. Sizlar bilan birgalikda. Undosh harflarni biz 14 tasini ko'rib chiqdik. Ana endi bugun o'tadiganimiz undosh harflar, qo'shimdosh harflar hisoblanadi. Bugun sizlar bilan birgalikda shularni ko'rib chiqamiz. Bugun bizada birinchi harf albatta K harfi bo'ladi. Qo'shimdoshlar nima degani? Qo'shimdoshlar albatta ikkilangan, ikkitali undoshlar hisoblanadi. O'zini bilan qo'sh. Ya'ni ikkita harfdan iborat, ikkita qo'sh, ya'ni jufti bilan birga bo'lgan harflar hisoblanadi. Bu harflar kelganda koreys tilida albatta biza cho'zishimiz kerak bo'ladi. Cho'zish deganda qanaqa cho'zish emas, ushlab turish kerak bo'ladi. Bu harflar kelganda ozgina ushlab turib talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimdoshlar mana shunaqa harflar bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda birinchi harfdan boshlab 5 ta qo'shimdosh bor. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi qo'shimdoshimiz bizada G harfi. G, ko'rib turganingizdek G harfi. Ya'ni mana bu yoqqa qo'yaman. T harfi hisoblanadi, ya'ni ikkitali T. Biz buni qanaqa talaffuz qilamiz deganimizda, biz uni K emas, G deb talaffuz qilamiz. G, ya'ni ushlab turib. G. Prosta K deb qo'ymaymiz, G deb ushlab turib talaffuz qilamiz. Xuddi shunaqa. Albatta buni yozilishi ham biz o'tdikka K harfini ikkitali ko'rinishi bo'ladi, xolos, bo'ldi. K harfi nima edi? Bitta ish edi. Tepadan pastga qaydirib bitta tushiramiz. Bu K harfini ifodalaydi. Xuddi shunga o'xshab, bu K harfi. Kdan biz ikkita yozib qo'yadigan bo'lsak, yoniga qo'shib, bu K harfini bildiradi. Ya'ni sang deyiladi koreys tilida sang. Sang degani egze degani. Egze ya'ni juftlik degani, bir xil degan ma'noni bildiradi. Ya'ni sang degani Sankyok deydi. Bu harf nomlanishini Sankyok degani o'sha ikkitali kiyok degan ma'noni bildiradi. Keyingisi bizada T harfi. T harfini ko'ryapmiz. T harfi ham xuddi shunaqa. Biz ko'rib o'tdik. T harfidan biz ikkita yozib qo'yadigan bo'lsak, albatta bu T harfiligini bildirar edi. Xuddi shunga o'xshab biz uni ikkita yozadigan bo'lsak, bu ikkilangan T, ya'ni ikkitali T'ni bildirar ekan. Ko'ryapmiz, buni harf nomlanishi Sanktigit. Prosta harflar nomlanishi bor-ku, o'shalarni o'ziga biz sang qo'shadigan bo'lsak, bu ikkita degan ma'noni bildirar ekan. Sanktigit, Sankyok. Keyingi harfimiz bizada P harfi. P harfi ham xuddi shunaqa. PB bor, koreys tilida PB harfi bor. PB harfi qanaqa yoziladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa yoziladi. Faqat bundan ikkita P yozib qo'yadigan bo'lsak, biza Sangpiyib harfini yasagan bo'lamiz. Ko'ramiz, Sangpiyib, ya'ni ikkitali piyib harfi, P harfi. Va bizada keyingi harfimiz Sangsiyot harfi. Ya'ni ko'rib turibmiz, ikkitali S harfi degan ma'noni bildiradi. Sang degani o'sha aytib o'tganimizdek, bir xil, ikkita degan ma'noni bildiradi. Bu sang nima bo'ldi? Shiyot degan ma'noni bildiradi. Sangshiyot. Xuddi shunaqadan ikkita degan ma'nosi, ya'ni Sangshiyot, shiyotdan ikkita degani. S, Sh harfi. Agar biz ikkita S harfini yozadigan bo'lsak, bu harfni o'zini yasaymiz, qo'yamiz. Hop, keyingi harfimiz Ch harfi. Ch harfi ham albatta qanaqa yozilyapti? Xuddi shunaqa ikkitali Ch yozilyapti. Bu harfdan biz Chni ikkita yozib qo'yadigan bo'lsak, bu Sangchiyot harfini bildiradi. Ya'ni chiyot, bu Ch harfini, Ch harfini bildiradi, to'g'rimi? Lekin ikkitali Ch bo'ldimi, bu Chni o'zini bildiradi. Sangchiyot harfi bo'ldi. Ko'rib turganimizdek, buda 5 ta, ya'ni qo'shimdoshlar 5 ta harf hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, xuddi mana shunday kiyok, tigit, piyib, shiyot, chiyot, ya'ni sang hammasi egzi, ya'ni
ikkita degan ma'noni bildiradi. Sankyok, Sangtigut, Sangpiyup, Sangshyot, Sangchiyut harflari bo'ldi. Endi sizlar bilan birgalikda hozir bu harflarning yozilishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, yozilishi qanaqa yoziladi deganimizda, ko'rib chiqdik. Mana K dan boshlaylik. T ni ko'ryapmiz ekranda. T ya'ni ikkita yoziladi. Xuddi shunaqa bitta K, yoniga yana bitta K yozadigan bo'lsak, bu nima bo'ladi? Mana yozib ko'rsataman. Ikkita K yozadigan bo'lsak, bu Sankyok harfini ifodalar ekan. Buni ikkita K yozadigan bo'lsak, Sankyok harfini ifodalaydi. Xuddi shunaqa yozilish tomonlari ikkita ish, ya'ni ikkita ish deganimizda ikkita K ni yozgunimizgacha ikkita ish, o'zi bitta ish. Bitta K yozamiz yoniga bo'ldi. Bu kyok, Sankyok harfini bildiradi. Keyingi harfimiz nima deydigan bo'lsak, Sangtigut harfi hisoblanadi. Sangtigut harfi hisoblanadi. Bu ham xuddi shunaqa. Ikkita ishdan biza ikkita yozadigan bo'lsak, bu общий 4 ta ish bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni ikkita T harfini yozib qo'yadigan bo'lsak, Sangtigut harfini yasagan bo'lamiz. Ya'ni bitta boshi, keyin pasi, yana bitta boshi, keyin yana pasi. Va keyingi harfimiz bizada Piyup harfi hisoblanadi. Sangpiyup harfi deymiz buni. Sangpiyup harfi ko'ramiz, xuddi shunaqa yoziladi. Ya'ni ikkita P yozadigan bo'lsak, yoniga bitta ish, birinchi yoni, yana bitta ish, birinchi yoni va ko'radigan bo'lsak, keyin ikkita qo'lni ulab qo'yadigan bo'lsak, biza P harfini yasagan bo'lamiz va ikkita yozib qo'ysak bo'ladi. Sangpiyup, ya'ni ikkita P harfi hisoblanadi. Keyingi harfimiz S, ya'ni Sangshiyut, ikkitalik S dedik. Ikkitalik S qanaqa yoziladi? Xuddi shunaqa S ni biz yoniga yozib qo'yadigan bo'lsak, biz bu harfni yasir ekanmiz. Ya'ni mana o'xshamayapti hozir. Doskada ozgina noqulay bo'lyapti. Sangshiyut harfi, ya'ni ikkita S ni yozib qo'yadigan bo'lsak, biz S ni yozgan bo'lar ekanmiz. Keyingisi esa Chiyut harfi ko'ramiz. Sangchiyut harfi keyingisi. Ko'ramiz, ikkitalik Ch harfi bizada. Ikkitalik Ch harfi hisoblanadi. Mana xuddi biz Ch harfidan ikkita yozadigan bo'lsak, Sangchiyut harfini yasaymiz. Ya'ni ikkitalik Ch harfini yasagan bo'lamiz. Bitta T ga o'xshagan harf, keyin qo'lchasi, yana bitta K ga o'xshagan harf, qo'lchasi hisoblanadi. Xuddi shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Bu harflarni ko'rib turganimizdek, bu harflar mana shundan iborat. Ya'ni oson, prosta K, T, P, S va Ch harflarini ikkitaligiga deb tushunsak bo'ladi. Sangshiyot, Sangkyok, Sangtigut, Sangpiyup, Sangchiyut harflari hisoblanadi. Ikkitalik harflar qo'sh undoshli hisoblanadi va buni albatta kelganda koreys tilida so'zda 2 marta ushlab turib talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni keladigan harflar deb tushunsak ham bo'ladi. Bularni albatta biroz ushlab turib talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun akka degani hali degani so'z koreys tilida akka yoki umuman tigut bo'lsa, misol uchun tada fe'li bor. Ta cho'zilyapti. Ya'ni 2 marta ushlab turibdi. Ta emas, prosta tada yoki piyib, appa so'zligi, ota so'zligi piyib, appa. Misol uchun apa emasda appa. Ikkita piyib. Xuddi shunga o'xshab bu harflar xuddi shunaqa cho'zib ushlab turilib talaffuz qilinadi. Yoki ikkita shiyit so'zlari issoyo so'zida ikkita s bor. Isoyo emasda issoyo. Ikkita shiyit harflari xuddi o'shanga o'xshab biza talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Chada so'zligi, chada degani sho'r degani. Koreys tilida ikkita ch bor. Chada. Xuddi o'shanga o'xshab biz 2 marta ushlab turib talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Agar darsimizni tushungan bo'lsanglar, mana shu yoqqacha edi darsimiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha